aholini ozod qilaman. Shahardan chiqib ketaverishsin hammasi. Ayollar, bolalar, keksalar, ritsarlar va jangchilaring ham, hatto malika ham. Allohga qasamki, hech kimga ziyon yetmaydi. Nasroniylar shaharni bosib olganlarida musulmonlarni qo'ydek bo'g'iz tutishgan. Men sizlardan qasos olmayman. Axir men Salohiddinman. Salohiddin. Unda shaharni topshirsam bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen uchun Quddus nima o'zi? Hech narsa. Ayni chog'da hamma narsa.